keyingi darslik xo'p, endi interfeys haqida qisqa tushuntirishga harakat qilaman. Bu yerda nimalarni bilishimiz kerak va nimalarni bilishimiz uncha shart emas bo'lgan narsalar, ya'ni o'zimiz ishlatadigan narsalarimiz bor. Xo'p, bu yerda dispetcher break bor. Maksimal, ya'ni bularni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni professional dasturlarda shunisi yaxshiki, o'zimizga kerak bo'lgan panellarni, ba'zi panellarni hammasini emas, ba'zi panellarni xohlagan joyimizga o'zgartirib yoki bu yoqqa, o'ngga, chapga, tepaga yoki ikkalasini bitta qilib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana bu holatda qo'yishim mumkin. Ikkita tarafni ikkalasini bitta qilib qo'yishim mumkin yoki buni tagiga qo'yishim mumkin. Mana ko'k yongandek seziladi. Buni mana bunaqa joyga olib kelsak, mishkani, sichqonchani, ya'ni kichraytirib bemalol ikkalasini bitta joyda ishlashimiz mumkin. Bularning nima keragi bor desak, hozir kichraytirib to'g'rilab oling. Свойства и mana bu ikkalasi nimaga kerak? Bu dispetcher break, ya'ni bizga kerak bo'lgan vidga, razrezga, 3D vidga, listga, semestvani ochib ko'rishga yoki spesifikatsiyani ochib ko'rishga, ведомость legenda yoki shunga o'xshagan narsalarni ochib ko'rishga, ya'ni topib ishlatishimiz uchun kerak bo'ladi bu narsa. Dispetcher break juda ko'p ishlatamiz. Va ikkinchisi свойства. Biz berilayotgan narsa yoki mana bu interfeysdagi bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladigan свойствоsi, ya'ni ma'lumotlarni ko'rsatadigan oyna desak ham bo'ladi. Misol uchun mana bu qanaqa masshtab turibmiz? 75, mana bu joyda ham 75, 1 ga 75. Nomer vidi, ya'ni nechinchi vid bu? Birinchi vid. Shunga o'xshagan parametrlar, sekushi diapazoni, переявление grafikasi, отображенияsi, hamma ma'lumotlar свойствоda ko'rinadi. Va misol uchun u bu narsani desak, misol uchun devor ham devor haqida ma'lumotlar, qanaqa devor tipini o'zgartirsa bo'ladimi, qanaqa pastki qanaqa уровень, pastki уровень qatga ulangan, undan qancha tushgan, tepa уровень qatga ulangan, undan ko'tarilgan, общий balandligi, помещение bo'yicha hisoblansinmi yoki hisoblanmasinmi, stadiyasi, uni kvadraturasi, uzunligi, ob'yomi, shular haqida ma'lumotlar beradi. Yana shunga o'xshagan kerakli ma'lumotlar juda ko'p ichiga kirsak, misol uchun ichida kommentariyasi bor, описанияsi, modeli, kommentariy tipi, razmeri, markasi, shunga o'xshagan ma'lumotlar beriladi. Ya'ni bitta devor ichida qancha ma'lumot bo'lishini tushundinglar. Ba'zi boshqa narsalarda ham xuddi shu narsa davom etadi. Boshqa narsa element olib kirsak ham unga shuncha ma'lumotlar bo'ladi. Xo'p, tepadagi qism esa yana biz создание desak ham bo'ladi. Ko'p ishlatamiz bu narsani ham. Ya'ni arxitekturniy konstruksiya, stal, shunga o'xshagan ma'lumotlar va ikkinchi qatorda esa biz o'sha arxitekturning o'zida vkladkasining ichida kerakli bo'lgan ma'lumotlar ishlatishimiz uchun kerak bo'lgan instrumentlar bor. Har bittasini keyingi darslarda kirib o'tamiz hammasini. Barchasini ishlatmaymiz. Bizga kerakli bo'lgan, ya'ni interyerda yoki arxitekturada ishlatishimiz kerak bo'lgan ba'zilarini ishlatamiz. Xo'p. Ya'ni bularni birma-bir ko'rib chiqinglar nimaligini o'zinglar uchun. Va pastki panelda bor. Mana bunaqa bu joy bor va mana bu narsa bor. Shu ikkalasini ko'rishimiz kerak. Birinchisi уровень detalizatsiyasi, vizualizatsiya, stil. Bularning hammasini birma-bir tushuntirib o'tmayman, lekin bularni ham tushunamiz. Har bittasini hali o'tamiz. Ya'ni detalning ichiga kiramiz. Misol uchun средний detalizatsiya. Bular AutoCAD ishlaydiganlar yoki misol uchun 3D Max ishlaydiganlar tushunadi. Misol uchun karkasniy rejim bor, skrytniy liniya, tonirovочный, zaливка, teksturniy, realistik rejimlar bor. Soyani tushirmasligi, skrit bo'lgan narsalarni ko'rsatish, skrit bo'lib turgan narsalarni yoki misol uchun biron bir obyektni skrit yoki izolyatsiya qilish uchun ishlatamiz. Va mana bularni uncha ishlatmaganmiz, shuning uchun anaqani bilmayman. Xo'p, bular esa pinkling, bu narsa esa ya'ni sichqonchada imkoniyatlarni ko'rsatish. Misol uchun pink buni o'chirib qo'ysak, ya'ni pink qo'yilgan narsamizni modelda yoki elementni ko'chira olmaymiz yoki tiya olmaymiz. Umuman tegib bo'lmaydi sichqoncha orqali. Keyingisi esa chetga bordyurlarni tegizadi, misol uchun modelda, lekin markazga ofarganda ushamaydi bu narsa. Keyingisi esa ko'chirib bo'lmaydi, prosta o'sha modelda ko'chira olmaymiz. Move qila olmaymiz. Shu
shu narsa. Hozircha mana bu eng tepadagi bo'lim borki. Bыстро достуp deyiladi. Bыстро komandalar desa ham bo'ladi bu narsani. Botga ba'zilarni chiqarib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda ishlatilgan narsalarimizni va har doimgidek, misol uchun mana bu joyga o'tish, fayl ochish, saqlash, atmenit, Ctrl Z deydi, ya'ni va oldinga chiqarish, Ctrl Shift Z, Ctrl Shift Z yoki pechat qilish, PDF qilish, razmerni olish, parallelniy razmer marka berish, tekst yozish, 3D vidga o'tish, razrez chizish, chiziqni qalin yoki yupqa qilib ko'rsatish, открыть vidlarni yashirib qo'yish, ya'ni misol uchun bir necha xil vid ochganimizda yopish uchun misol uchun bitta vidda turamiz va mana bossak o'chib ketadi. Viddan vidga sakrab o'tish, shunga o'xshagan narsalar juda ko'p. Hozircha stop.